Danadan so'raldi. Meni yaxshi ko'radigan odamni qandoq bilaman? Dana aytdi. G'amlaringga o'rtoqlashgan, salomatligingga ko'ngil bo'lgan, dilingni ranjitmagan, ko'nglini oyigan, sendan zerikmagan, yeningda bo'lishni istagan, kamchiliklaringni kechirgan va har vaqt seni seg'ingan, seni hurmat qilgan, obro'yingni qo'g'digan, yaxshilikqa da'vat qilgan kishidir. Ana shu kishi dal seni yaxshi ko'radigan kishi. Shunga seni yuragidan sevganlar uchun o'zingni qadrla. Ko'nglingni tushunmagan har kimlar uchun tilingni, dilingni charchatma. Esingda bo'lsin, o'zingni o'zgalarga qadrlashga havola qilma. Chunki senmu nurg'un azizlarning azizi. Go'zal kishilarni emas, hayotingni go'zal qilgan kishilarni suy. Chunki o'tayotgani kunlar emas, umr. Bir eg'iz gaping ortiq ketsa, sendan voz kechgan odamdan umid kutma. Hayotingda shunday kishilaring bo'lsinki, aranglarda har qancha o'qishmaslik bo'lsa-mu, sendan voz kechmaydigan bo'lsin. Ovozda Rahila